Yumshoqqina, momiqqina bo'lib chiqadigan asalli tort tayyorlaymiz. Karamel rangli, juda ham chiroyli asalli tort barcha sir asrorlari bilan o'rganamiz. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosib saqlab oling. Bilan shakari birrov aralashtirib, suz bilan soda reaksiyaga kirgandan keyin massamizga qo'shib aralashtirishdan boshlaymiz. Gazga qo'yiladigan idishimizga asal bilan bir chimdim soda solib, karamel rangi kirgunigacha aralashtirib turamiz. Sariyog' solib gazni o'chiramiz. Issiq holida tuxumli massamizga qo'shib, belangan unimizni solib, videoda ko'rsatilgandek massa bo'lguncha aralashtiramiz. To'rtta bir xil razmerli idishlarimizni yog'lab, massani qo'shib, strichlab xolodilnikka jo'natamiz. Alohida idishga shakar bilan unni qo'shib, sutni ham solib, o'rta olovda tinmasdan aralashtirib turamiz. Sovigandan keyin sariyog' solib, aralashtirib, ustini strich bilan yopib, salqin joyga qo'yamiz. Biskvitlarni un bilan yoyib 15 minut mobaynida pishirib olamiz. Kremimiz shunaqa nejniy bo'ladi. Sovigandan keyin tortlarimizni taxlab chiqamiz. To'liq retseptini opisiyaniyada yozib qo'yamiz. Biskvitni chetlarini tekis qilib kesib olib, chiqqanini maydalab, ustiga sepib chiqamiz. 6 soatga xolodilnikka jo'natamiz. Oila a'zolaringizni xursand qilib, albatta tayyorlab ko'ring.